Vatan tuyg'usi barcha narsadan qadrli shiori ostida boshlangan uch avlod uchrashuvi keng jamoatchilik vakillari, harbiy xizmatchilar, qurolli kuchlar faxriylari, keksa nuroniylar va navqiron avlod vakillarini bir safda jamladi. Samimiy ruhda kechgan suhbatlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, milliy armiyamizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, bir so'z bilan aytganda, bu islohotlarning tub mazmunini inson qadri uchun degan ezgu g'oya tashkil etishi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, o'g'il-qizlarimiz tomonidan erishilayotgan yutuqlar, xalqaro maydonlardagi g'alabalar alohida e'tirof etildi. Bolalardan, qizlardan so'radim. Kim bo'lasizlar desam, 70% harbiy bo'laman dedi. Bu nimadan dalolat? Yoki oliy o'quv yurtlarida o'qishyapti, matematik, fizik, biolog. Ertaga qaysi yo'lni tanlagan bo'lar? Baribir harbiy yo'lni tanlardim. 1 yil bo'lsa ham men tajribamni o'tkazishim kerak, o'zimni mard o'g'lon ekanligim, kuch-quvvatga ega bo'lishimga ishonch bo'lish uchun. Demak, armiya bugun yangi O'zbekistonning yangi kuchi, yangi g'ayrati, yangi vatan uchun, vatan himoyasi uchun men O'zbekistonimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman degan nur, kuch, so'z uni ruhiyatida, kayfiyatida deb o'ylayman. Tadbir so'ngida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qo'shgan hissasi uchun bir guruh faollar munosib rag'batlantirildi. Qurolli Kuchlar Markaziy ashula va raqs ansambli tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar esa barchaga birdek xushnud ulashdi.